oynayımız kelime dostlar. Aka, hazinem dershanesi balılar çöçekleri yollaptı. He, bana ben geldim, umak singlim. Balılar çöçekleri anlamakçı olsanız Hazinem YouTube kanalına koşulun. Abone olmayı ve like atmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Baliler no duyasıga balaylı dostlar. Altın qağa. Vaa, kichik do'stlar, sizlar altın qağa ko'rib boqqanmi? Amsa bu cho'chakdagi altın qağı bizga nima deydi? Biz birlikda anglab boqaylik. Bir kuni Namrat ana qizg'a terixni aptoqqa selishdi hamda uchar qanotlarning terixni yeb ketmasligi uchun uningga qarab turishni topalabdi. Shu vaqtda bir oltin paylik qağa uchib kelib terixni yeyapti. Buni ko'rib qizchaq yig'lab ketibdi. Qağı bo'lsa qizchaqqa: "Qaq, qizchaq, sen kun patqanda izi doqmishidagi daraxtning tuyiga kelsang, men sana terqini to'lab berman. Qaq." debla uchib ketibdi. Qizchaq kun patqanda daraxt tuyiga kelib qarsa, daraxt shexidagi kichikkina oltin uvida heliqi qağı turg'idek. Qağa uningdan: "Qaq, sen oltin shota, kumush shota va mis shotining qaysini ishiltib bu yerga chiqishni xohlaysan?" deb so'rabdi. "Men bir Namrat bola. Namrat qiz bo'lganligim uchun menga mis shoti bo'lsa bo'ldi" debdi qiz intayin kamtarlik bilan. Ammo qağa oltin shotini tushiribdi. Qizchaq uning bilan oltin uvg'i chiqibdi. Qağa uni tomoq yeyishga taklif qilib, uningdan: "Qaq, sen oltin taxsa, kumush taxsa, mis taxsining qaysida tomoq yeyishni xohlaysan?" deb so'rabdi. "Men bir Namrat qiz, mis taxsi bo'lsa bo'ldi" debdi qizchaq yana shunchalik kamtarlik bilan. Ammo qağa qizchaqqa oltin taxsida yemaklik beribdi. Qaytadigan vaqtda qağa qizchaqdan cho'ng, o'ttira, kichik qutidan birini tanlab uyga ilib ketishni aytibdi. Qaq, sen faqat bushining ichidan birini tanlaysan. Sen lekin bizning ozroq terqimizni yeding. Shunlashqa men kichik quti bersam bo'ladi deb javob beribdi qizchaq. Qizchaq uyga qaytib kelib, onasi bilan birlikda heliqi qutini ichib qarsa, uning ichida liq-miliq qizil yaqut turg'idek. Bu gapni anglagan yezidagi intayin ochko'z, mijazi qo'pol bir ona bo'lib, ular bu ishni uqqandan keyin bakmi ko'zi qiziribdi. Ochko'z ona qizini terixni optoqqa silishga buyuribdi. Oltin qağı uchib kelib terixdan bir necha tal yeyishiga ochko'z qizchaq: "Hey, chaqqan, menga pulga yarg'idek narsang bo'lsa ber, darhol mening teriximni qaytirib ber" deb qo'pollik bilan baqiribdi. Qag'ining ochiq kelgan bo'lsa-mu, yanala muloyimlik bilan ma'qul bo'pti. Qizchaq daraxt tuyiga kelmaylar: "Ey qağa, sen chaqqan narsalarimni bergin. Men herib ketdim" deb yanala azozlik bilan to'lashga boshlabdi. Qağa uningdan: "Qaq, sen qaysi shotini ishiltib bu daraxt chiqishni xohlaysan?" deb so'rabdi. "Albatta oltin shotini ishiltaman-da" deb javob beribdi ochko'z qizchaq. Ammo qağı bo'lsa mis shotini tushiribdi. Qizchaq oltin uvg'i kirgandan keyin qağa yana uningdan: "Sen qandoq taxsida tomoq yeyishni xohlaysan, qaq?" deb so'rabdi. Ochko'z qizchaq oltin taxsini tanlabdi. Ammo qag'ining akelgan yemaklik bo'lsa, mis taxsida ishgan. Qaytadigan chaqda qag'i yana cho'ng,
o'ttirxal kichik 3 qutini chiqarib, qizchaqqa birini tanlashni debdi. Och ko'z qizchaq: "Sen mening terqimni yeb olding. Shunga eng cho'ng qutini ilishim kerak." debdi-da, cho'ng qutini ilib mengibdi. U bu qutini ming taslikda shotidan ilib chiqibdi. Hamda uyga qaytibdi. U uyga kelibla, ana bola ikkisi aldirab tinib qutini ichibdi. "Voyjon, sen nima kelding qizim? Voyjon!" Ular qutining ichini ichib vaqirishib ketibdi. Qutining ichida bir tal yoqutmi yo'q bo'lib, aksicha yo'g'on bir tal yilon o'milab chiqibdi. Ana bola ikkisi qo'rqinidan badar tikib yetibdi. Omaq kichik do'stlar, bugungi bu cho'chkimiz bizga nima deydi? Och ko'z ham to'ymasning qozini teshik bo'ladigan shundaq-ku. To'g'ri, biz bak nafsimizni yo'g'on qilvasak, aksicha erishadiganimiz shunchalik oz ham aksicha yo'q bo'ladigan kamtarlik, muloyimlik, savrchanlik, qanoatchanlik bilan yashasak, erishadiganimiz texmi ko'p bo'ladigan. Kichik do'stlar, bugungi bu cho'chakka rahmat deytaylik. Dilala salondagi cho'chaklar, rahmat sizlarga. Sizlar bizga nurg'un narsalarni o'rgatdinglar. Atki mush vaqtda yana yangi cho'chaklar sizlarga nimalarni deb berdigandu? Amsa diqqatinglar, atki Dilala salondagi cho'chaklarda bo'lsin. Omaq do'stlar, xayr xo'sh.